Sizga qarab gapiraveradi. Men hech qachon nokaut orqasidan yurmayman. Hozir jangdan ham oldin mendan so'rashdi, nokaut qilasizmi yoki ochkolar bilanmi deb. Men umuman nokaut orqasidan yurmayman. O'zimni ishimni qilaman chiqib, nima mehnat trenirovkada nima ustozim bilan ishladim. Shu atrofotga nimani ustida ishladim, shuni ustida chiqib o'zimni ishimni bajaraman va birinchi navbatda men har doim shou ko'rishdan chiqib ko'raman. Bekorga hamma shahram shouni ko'rishga kelamiz demaydi. O'shani va'dani ustidan chiqish uchun, hammani xursand qilish uchun bekorga bilet olib, bekor vaqtlarini ajratib kemasda kelyapti-yu. O'sha uchun men hamma uchun ishlayman. O'zim ham maza qilay, muxlisga ham maza qilay. Dushi, gap yo'q. Men o'zimga orzuim edi, jonli ravishda sizni jangingizni ko'rish. Keyingi janglarda ham sizga Xudo xolasa hammaga kattakon rahmat. Sizlarning duolaringiz, sizlarning qo'llab-quvvatlashlaringiz, sizlarning ishonchlaringiz menga kuch beradi va mana shunaqa tabriklashlaringiz menga yoqib, bundan-da yaxshiroq mehnatlarni qilib, sizlarni yana xursand qilishga harakat qilaman. Rahmat hammaga. Milliy kanalimi? Men hamma kanalni yaxshi ko'raman lekin. O'zbekistonni yaxshi ko'raman va O'zbekistondagi hamma kanalni yaxshi ko'raman.